Assalomu alaykum. Biz uzoqdan yaqindan kuzatib borayotgan aziz obunachilar. Sizlarga navbatdagi ishlarimizni tanishtirib o'tamiz. Bu darvozamizni Farg'ona viloyati Oltiariq tumani Palason qishlog'iga olib kelib o'rnashtirdik. Xo'jaakbar akamning xonadonlariga. Darvozamiz sizlarga materiallarini, stillarini tanishtirib o'tamiz. Darvozamiz fasoni soqqali fasonni soqqasiz variantda oddiy однотомный ko'rinishda chiqardik. Darvozamiz 2 qavatli. Darvozamizga ishlatilgan materiallar stoykalari 8 ga 8, 2,5 stena qalinlikda bo'ldi. Rama profillarimiz 6 ga 4, 1,7 stena qalinlikda. Darvozamizga ishlatilgan chaspaylarimiz ham 1-2larimiz 1,5 stena qalinlikda qo'yilgan. Taglari shiviller. Listlarimiz 2 qavat, 2 listdan chiroyli qilib tayyorlab berganmiz. Darvozamizning kraskalari Devog 2 palishni kraskani sepib berganmiz. Taglariga gruntovka grantekislarni chiroyli qilib, xudo xolasa stiklarni qo'ldan kelgancha chiroyli qilib berganmiz. Tepalarini shovqin kirmasin deyishganda gibkalarni chiroyli qilib berdik. Darvozamiz razmerlari eniga to'g'ri 10, balandligi 380 razmerda bo'ldi. 1 kvadratini 1,3 million so'mdan tayyorlab berdik. Jami summasi 20 million so'mga dastavkalar bilan kelib o'rnashyapti. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, ekrandagi nomerlarga bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Xizmatlarimiz butun O'zbekiston bo'ylab kelishilgan narxlarda chiroyli qilib tayyorlab beramiz. Xo'sh, ishimiz yoqqan bo'lsa, bittadan like bosishni unutmanglar azizlar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.